10 minglab insonlar qiziqadi. Nima Angliyaga faqat mavsumiy ish va talaba bo'lib bora olamizmi? Boshqa yo'li yo'qmi deb. Ya'ni men qidirib ko'rdim. Malakali mutaxassis vizalari bor. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha vizani olish qanchalik haqiqatga yaqin. Hammaga salom do'stlar. Siz Angliyaga mavsumiy ishga topshirishga ulgurmasdan qoldingiz yoki sizga test link kelmadi, ya'ni sizni umuman tanlashmadimi? Demak, xafa bo'lmang, chunki Angliyaga ishga borishni boshqa viza turi ham bor. Bu videoda tushuntirib beraman. Bu viza turi Tier 2, ya'ni Skilled Worker vizasi, ya'ni bu vakansiyalarga siz xohlagancha, xohlagan vaqtingizda yuqori maoshli vakansiyalarga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Buyuk Britaniya hukumatining ishonchli saytidan vakansiyalar topib ishga topshirishni o'rgataman va videoni oxirigacha ko'rsangiz Green Card qachon boshlanadi degan savolingizga ham javob beraman. Xo'p, demak, birinchi vakansiyalarga topshirishimizdan oldin Green Card qachon ochiladi? Green Card noyabr oyining boshidan boshlanadi va Green Card $1 bo'lgan. Ya'ni Amerika hukumati shunaqa qonun qaror qabul qildi va o'sha pul yechib olish sistemasini saytga yuklash uchun albatta vaqt kerak bo'ladi. Shu sababdan ham oktyabrning boshida emas, noyabrning boshida ochiladi degan xabar chiqdi. Siz bilasiz, bizda Green Card to'ldirib berish xizmati bor. O'tgan yil to'ldirib bergan obunachilarimizdan yutganlar bo'lgan. Sizga ham mana shu xizmatni ko'rsatishimiz mumkin. Agarda Green Card to'ldirishni boshlangan vaqti bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda kommentariya turibdi. Kommentariyada shaxsiy o'zimni Telegramda chiqqan bor. Telegramdan aloqaga chiqsangiz, sizning nomingizdan Green Card to'ldirib beriladi. Va mana shu videoni ko'rayotgan 3 kishiga tekinga Green Card to'ldirib beraman. Faqat 3 ta sharti bor. Birinchisi shunchaki like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Obuna bo'lish shart, men tekshiraman va kommentariyada pastda kreativ va kulguli reys nomlarini yozib qoldiring. Men namuna sifatida sizga bir ikkitasini aytaman. Beshariq London, Qamashi Parij. Shunga o'xshaydigan kreativ va kulguli reys nomlarini kommentariyaga yozib qoldiring. Kamida 3 ta yozing. Kommentariyasi ko'p like yig'sa, o'sha kishilarga tekinga men Green Card to'ldirib beraman. Angliyaga mutaxassisligingiz bo'yicha ishga topshirishni o'rgatishimdan oldin o'zi o'zbeklarni Angliya Skilled Worker vizasi bo'yicha qabul qiladimi, ketgan o'zbeklar bormi degan savolingizga bitta qisqa videochani ko'ramiz va shundan keyin asosiy qismiga o'tamiz videoni. Men bilmoqchi bo'lgan narsam sizdan juda ham oddiy. Ya'ni siz bu sohada qanchadan beri ishlayapsiz? Mana shu immigratsiya bo'yicha 6 yil bo'lib qoldi. Tajribangiz bor yetarlicha. Ya'ni men bilmoqchi bo'lgan narsam, hozir mana O'zbekistonda minglab, 10 minglab insonlar qiziqadi. Nima Angliyaga faqat mavsumiy ish va talaba bo'lib bora olamizmi? Boshqa yo'li yo'qmi deb. Ya'ni men qidirib ko'rdim. Malakali mutaxassis vizalari bor. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha vizani olish qanchalik haqiqatga yaqin. Agar sizda ingliz tili B1 darajasida va o'sha sohada sizni qanaqadir mutaxassisligingiz bo'yicha skilllaringiz yetarlicha bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. Например, qilib oladigan bo'lsak, oshpazlik ham mutaxassislikka kiradi-da. Oshpaz bo'lib kelganlar ham bormi O'zbekistonda? Da. Ya'ni O'zbekistondan chiqmasdan turib, apply qilib, intervyudan o'tib, viza olib kelganlar bor. Bor. Da, например, mana shu insonlar hammasi skilled work vizasi bo'yicha kelishgan. Например, mana bunaqa formatda bularga email kelishadi, чтобы sizni viza successful bo'ldi deb. Bular O'zbekistondan turib topshirishgan. O'zbekistondan da. Va bularning asosiy aksariyat qismi bu oshpazlar, to'g'rimi? Oshpazlar qurilish sohasida bo'lyapti-da. Skilled Worker vizasi bo'yicha ishga topshirish video darslik 12 daqiqa bo'lib ketdi, juda ham uzun va bu videoni men o'zimni shaxsiy Telegram kanalimga joylab qo'ydim va mana shu saytning linki ham o'zimni Telegram kanalimda turibdi. Bu video darslik bilan saytning linkini qo'lga kiritish uchun mana shu videoni kommentariyasida, ya'ni YouTube'da ko'rib turgan kommentariyangizda linkini qoldirdim, Telegram kanalimda linkini. Mana shu link orqali o'tib bemalol video darsni ko'rib, o'zlaring mana shu link orqali o'tib ishga topshirsanglar bo'ladi. Yoki shunchaki Telegramga kirib Teacher Rasul eng deb yozsanglar Telegram kanalim kelib chiqadi va 12 daqiqalik video va saytning linkini qo'lga kiritib o'zlaringiz harakat qilasizlar. Demak, videoni ko'rdik. O'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqangi o'rta kashf firmalarga qonuniy plyus berib qo'ymasdan o'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi.
Va bu yo'lda birinchi o'rinda sizga kerak bo'ladigan narsa bu CV va cover letter. CV bu rezyume, cover letter bu xat. Topshirayotgan davlatingizga qarab o'sha tilda bo'ladi. Masalan, Angliyaga topshiryapsizmi? Ingliz tilida, Germaniyaga topshiryapsizmi? Nemis tilida, boshqa sobiq sovet davlatlariga topshiryapsizmi? Rus tilida bo'ladi. Agar sizga ham CV cover letter kerak bo'lsa, ish beruvchilarga ma'qul keladigan darajada bizda tayyorlab berish xizmati bor. Pastda kommentariy bor, kommentariyada shaxsiy lichkam bor. Yozsanglar sizlarga tayyorlab beriladi. Bu pulli xizmat. Mana shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz ishga topshirib ketishga harakat qilyapsiz va bu yo'lda men qanday yordam beraman? Birinchi o'rinda men ishga jo'natmayman. Mendan yordam shunaqangi vakansiyalarni qidirib topib, yopiq Telegram vakansiya kanalida joylab, sizlarga ishga topshirishni o'rgataman. Bizda yopiq Telegram vakansiya kanali bor. Bu kanalda doimiy ravishda o'zingiz individualni biror kishiga biror so'm pul to'lamasdan firmalarga ishga topshirishni o'rgataman. Bu yopiq kanalga qo'shilish bir martalik arzimagan to'lov bor. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastda kommentariyada Telegram lichkam bor. Telegram lichkamga o'tib, yopiq kanalga qo'shilmoqchiman desangiz, arzimagan to'lovni qilasiz va yopiq kanalga obuna bo'lasiz. Umringiz oxirigacha vakansiyalardan foydalansangiz bo'ladi. Nima yordam kerak bo'lsa, konsultatsiya yopiq kanal obunachilari uchun tekin. Hammaga rahmat.